Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımısınızlar? Yaxşımısınızlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosetchi İftixor Abdurashid. Men riyosetchi Zumraday Erkin. Bugun çarşamba. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar proqramımızın təfsilatı bolsun. Xitayning islom vahimasi, ya'ni islomofobiyaning faqatla vatanimiz Sharq Turkiston Uyg'urlarga emas, balki Xitoydagi boshqa musulmon xalqlarning islom e'tiqodiga qartilganligi, shuningdek yana Sharq Janubiy Osiyodagi diniy erkinlik va kishilik huquqini ko'rinarli xiris qilayotganligi o'ttir qo'yilmoqda. Bu munosabat bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida chaqirilayotgan 56-qatimliq kishilik huquq kengashi yig'inlari mezgilida 5-iyul kuni Markaziy Washingtondagi Uyg'ur Harakaat Tashkiloti, Uyg'ur Tadqiqot Markazi va Xalqaro Vijdon erkinlik tashkiloti qatorliqlarning birlashib tashkillashida Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti shtabida Xitoydagi islom vahimasi degan temada parallel yig'in ochilgan. Bu parallel yig'inning ochilish so'zini Xalqaro Kommunizm qurbonlari fondining raisi, bosh ijroiya amaldori Erik Peterson sin ko'rinish orqali so'zladi. O so'zida diniy e'tiqodi va kimligi sababidan Xitoyda Tibetlar va musulmonlar tahdid deb qaralmoqda. Biz musulmonlarga bo'libmi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'izlarga qartilgan bir dahshatli zo'ravonlik shohid bo'lyapmiz. Necha milliondan ko'p Uyg'ur bugun Xitoyning jazo lagerlarida tutib turilganligi va majbur emgak silinganligi dalillangan deb ta'kidladi. Bu yig'inda so'z qilgan Uyg'ur Harakaat Tashkilotining raisi Roshan Abbas, Xitoyning Uyg'ur musulmonlarga bo'lgan o'chmanligining yangi narsa emasligi ma'lum. Dünya Xitoy hukumati tomonidan elib berilgan keng ko'lamlik va texnikalik islom dushmanlik harakatlarga shohid bo'lyapmoqda. Shundaqla Xitoy o'z tashviqotlari bilan jinoiy qilmishlarni aqlab, iqtisodiy manfaat, savdo tahdidi orqali BDTga a'zo davlatlarni kontrol qilib jimiqtirib keldi, dedi. Xitoydagi islom vahimasi degan bu yig'inda silliq so'z qilgan Amerikaning BDT kishilik huquq kengashidagi bosh elchisi Michelle Taylor xonim, Xitoydagi islom vahimasining ro'shan ifodasi Uyg'urlarni asos qilgan millatlarning qirg'inchilik uchrayotganligi ekanligini ko'rsatib, biz cho'qim Xitoy hukumatini javobgarlikka tortishimiz va tasavvur qilg'usiz azobga duch kelgan Uyg'urlarning ziyonkashlikdan qutulishiga kafolatlik qilishimiz kerak. Yahudi qirg'inchiligidan keyin o'tirib qo'yilgan qayta takrorlanmasin degan o'tmishdagi qirg'inchilikni bugun Xitoyning takrorlayotganligi ma'lum deb ta'kidladi. Bu yig'inning tashkilotchisi Xalqaro Vijdon erkinlik tashkiloti raisi Dr. Terry Vella yig'inda Uyg'urlar duch kelayotgan fojia va Xitoyning Uyg'urlarga nuqtali qaratgan ziyonkashlik haqida to'xtalib o'tdi. U mundaq dedi: Biz bugun mutaxassislar, tadbir belgilagichilarni yig'ish orqali bu faoliyatda unumli strategiyalarni gavdalantirish, islom vahimasini tugatish va azaytish uchun xalqaro hamkorlikni ilgari surish ustida izlanib bu parallel yig'inni o'rinlashtirdik. Asosligi bu yig'indagi markaz nuqtamiz Uyg'urlar, Qozoqlar, Qirg'izlar va boshqa millatlar duch kelayotgan etnik qirg'inchilik, shundaqla Xitoyning islom vahimasini qalpoq qilib ilib berayotgan qirg'inchilikni to'sish va to'xtatish. Bu yig'inda doklad sungan Uyg'ur Tadqiqot Markazining mudiri Abdulhakim Idris mundaq dedi: Xitoydagi islom vahimasining cho'nqur tarixiy yiltizi bor. Xitoy hukumati qurilgandan buyon dinsizlikni o'zining davlat ideyasi deb barliq dillarni sistemlik kamsitdi. Natijada davlat qo'llagan islom dushmanligi keng tarqaldi. Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarning vatandagi irqiy qirg'inchilik siyosati davlat tasdiqlagan islom vahimasining namoyandasi. Barliq islom odatlari Xitoyning nazarida jinoiy qilmishlarga aylanib, millionlagan Uyg'ur musulmonlari atalmish qayta tarbiyalash bahonasi bilan jazo lagerlarida tutib turildi. Minglagan masjidlar chiqib etildi, taqaldi. Xitoy hukumati qurollarni ko'ydirib, diniy materiallarni vayron qildi. 2017-yili hukumat hujjatida islomni ro'yi kasallik deb e'lon qilib, Xitoyning qoidasiga moslashishga majburlandi. Islom elementlari Uyg'ur binokorligidan chiqarib etildi. Bir qancha million Uyg'ur qayta tarbiyalash nomida jazo lagerlariga solandi deganlarni o'ttirib qo'ydi. Bu qitimqi BDTda chaqirilayotgan 56-qatimliq kishilik huquq kengashiga parallel chaqirilgan bu yig'inga Malayziya Musulmon yoshlar harakatining muavin raisi, Malayziya Oliy sotining advokati va bosh sotchi yordamchisi Moit Xayrul Anvar Ismoil, Dünya İslam İttifaqı Indoneziya yoshlar tashkilotining bosh kotibi Adlan Almilzah qatnashgan. Bu yig'inga yana Turkiyaning bir parlament a'zosi, Amerikaning BDTdagi vakili, BDTning alayda dokladchisi, diplomatlar, parlament a'zolari, kishilik huquq mutaxassislari, 15 dan ortiq davlatning BDTdagi vakillari qatnashgandan boshqa yana Xitoyning BDTdagi vakillari mo qatnashib nutqlarni anglagan.
NATO, ya'ni Shimol Atlantik Ahdi Tashkiloti qurilganligining 75 yillik munosabati bilan 9-iyul kuni Amerikada NATOga a'zo davlat boshliqlari yig'ini o'tkazilishga boshlagan. Bu yig'inda Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishdan buyon sarf bo'layotgan harbiy chiqimlar, shundaqla Rossiyani qo'llab kelayotgan Xitoy muhim tema bo'ldi ekan. Wall Street jurnalining 7-iyul bergan xabariga qaraganda, 5 yil burun NATO tarafidan tilga ilinmaydigan Xitoy bu qitim nuqtaliq muzokara temasi bo'ldi ekan. Chunki Xitoyning NATOga a'zo 32 davlat, shundaqla ularning Hind-Tinch okeandagi ittifoqdoshlariga selayotgan tahdidi barg'ansir kuchaymoqda ekan. NATOga a'zo davlatlar Xitoyni Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishiga davomli yordam berganligi, shundaqla boshqa davlatlarga josuslik, tor hujumi va yolg'on xato uchur tarqatganligi bilan ayblab kelgan. Xitoy bo'lsa o'zining iqtisodiy kuchini qo'llanib, Tayvanni qo'llagan Yevropa davlatlarini jazolab kelgan. Xabarda aytilishicha, NATOga a'zo davlatlar bu qitim Xitoyning Ukrainaga hujum qilishiga yordam berganligini qattiq ayblaydi ekan. Ilgari Xitoyning tahdid masalasida Yevropa ittifoqi bilan Osiyo davlatlari, shundaqla Amerika orasida ba'zi ixtiloflar ko'rilgan bo'lsa-mu, bu qitim Xitoyga qarshi ko'z qarashda birlik xilli kuchaygan. Xitoy bilan Rossiyaning ittifoqi ilib kelgan tahdid buningga muhim sabab bo'lgan. NATO rahbarlari 2019 yilning oxirida tunji qitim Xitoyga bo'lgan andishisini o'ttirib qo'ygan bo'lib, 2022 yili NATO o'zining strategik plan nomli yetakchi materialda Xitoyning o'z atrofida harbiy ittifoq qurayotganligi va Rossiya bilan strategik sherik bo'lganligini misol keltirib, Xitoyning qora niyati va zo'migarligi manfaatimizga, xavfsizligimizga va qimmat qarshimizga tahdid salmoqda deb ifoda bildirgan. NATOning bosh kotibi Stoltenberg Xitoy garchi Rossiyani qo'llayotgan bo'lsa-mu, G'arb davlatlari bilan davomli yaxshi o'tishni, bo'libmi Yevropa bilan iqtisod munosabatini kuchaytirishni umid qilganligini bildirib, Xitoy ikki kemaga tangdasiyolmaydi. Xitoy agar niyatidan yanmagan taqdirda, ittifoqdoshlar cho'qim Xitoyga badal to'lagizish kerak degan. CNN to'rining 9-iyul bergan xabariga qaraganda, Xitoy bilan Belorussiyaning 11 kunlik birlashma harbiy manevri 7-oyning 8-kuni boshlangan bo'lib, Belorussiya Polsha chegarasidagi Brest shahriga yaqin mashq maydonida va Minskning Ukraina bilan bo'lgan chegarasidan 40 ingliz mil yiroqlikda ilib berildi ekan. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib 2 yildan ko'p vaqt o'tganda ilib berilgan bu manevr geosiyosiy bo'linish va rayonning xavfsizligiga davomli tahdid ilib keldi ekan. Xabarda aytilishicha, Xitoy Davlat Mudofaa Ministerligi 7-oyning 7-kuni bayonot berib, bu birlashma manevrning tutqunlarni qutqizish harakati va terrorlikqa qarshi turish vazifasini o'z ichiga olganligini aytgan. Terrorlikqa qarshi turish nomida ilib berilgan bu manevrning boshlanishi Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyning Varshava ziyoratiga to'g'ri kelgan bo'lib, u Polshaning bosh ministri Donald Tusk bilan xavfsizlik kelishimi imzolagan. NATO va Yevropa ittifoqi uzundan buyon Belorussiyani 3-davlatdan panohli tilgichilardan foydalanib chegarani qurollantirdi deb ayblab kelgan. Belorussiya Ukrainaga tajovuz qilgan Rossiyaning muhim ittifoqdoshi. Shundaqla bu qatim Xitoyning Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lib kirgan davlat. Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinping oldingi hafta Qozog'istonda o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'inida Belorussiya prezidenti Lukashenko bilan ko'rishganda, Belorussiyaning Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirganligini olqishlagan bo'lib, bu ahvol kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'agan. Shu sababdan bu birlashma manevr Xitoy bilan Belorussiyaning birlashib Yevropaga, jumladan NATOga a'zo davlatlarga qilayotgan ig'vogarchiligi deb qaralmoqda ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizə kunlik xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq saatımızgacha ko'rishgacha omon bo'laysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Jungle.